नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। Hammada bir xil voqea. Fermerlar o'z yerini sotyapti va yangi xo'jayin uchun o'z yerida qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadi. Yoki uni himoya qiladi, yoki qishloqni tark etib shaharga yo'l oladi. Bu hikoya Data Pixalvani va uning o'g'li Rahul to'g'risida. Yaramas qorovul uxlayapti. Uni uyg'ot. Sohib ketyapman. Ehtiyot bo'ling, darvozaga juda yaqin burildingiz. To'xtang. Darvoza yopilib ketdi. Nima qilding? Ko'zing qayoqda edi? Uni ta'sirini bering. Qiladigan ish uxlab o'tirish. Rahul, tezda bo'l. Shindi otangni do'pposlayapti. Ketdik, Ganya. Unga saboq berish kerak. To'xta, Rahul, men ketyapman. 181. 182. Bor. Ikkitacha qoldi. Nima qilyapsan? Shindi, bu nima qilganing? Mercedesga qara. Zararni umuman qoplay olmaysan. Boyligini ko'z-ko'z qilma, Shindi. Unutma, bu yerlar oldin bizniki bo'lgan. Tushunarlimi? Bizniki, ha. Naqd pulga sotib olganman. Qanchaga tushganini hamma biladi-ku. Bas qil, Rahul. Bu meni aybim. Uni olib ket. Ketdik. Menga bunga qarama, ablah. Ko'zimdan yo'qol. Yerni sotib nimaga ega bo'ldik? Qizingiz uchun erkinlikkami? Qaynotasi uchun mashina, pullar, qimmatbaho buyumlarga. Dattani buyuk to'yini ko'rib havas qilishdimi, xo'sh, lekin 3 oyda u qaytib kelganda hech kim buni aytmadi. Hamma Datta Pixalovni g'ururidan ayrildi dedi xolos. Qizini to'yiga ortig'i bilan pul sarfladi. Rahul, tiling juda achchiq.
undan pul topish yo'lida foydalansang bo'lardi. Agarda yer sotilmaganda pul topardik. Rostdanmi? Senga nima bo'ladi? Haqorat qilib bepul ovqatlanasanmi? Rahul, ovqatingni yeb Buni ol. ko'ppaklarga bering. Bo'ldi. Arzimagan narsadan jahl qilyapsan. Fermerlikdan boshqa hech nimani bilmayman. 8-sinfda maktabdan ketganman. Sen maktabdan ketdingmi? Seni haydashdi-ku. O'qituvchini qiziga qiralik qilgansan. Qiralik qilmadim. Uni sevardim. Aynan shunga u Hey, Rahul, Ganya. Salom Untayam aka. Bu yerda nima qilyapsiz? Arun, sen hammi? Ha, uni ham oldim. Nima qilyapsan? Uyga olib bor. Punadagi kollejda Nega? o'qiyapti. Chunki endi shu yerdaman. Bombeydan qaytdim. Yaxshimisiz, amaki? Market yard politsiya mahkamasiga o'tkazishdi. Bo'pti, ko'rishguncha. Bo'pti. Xayrli tun, amaki, kelinoyi. Nima bo'ldi? Nega hammani kayfiyati yo'q? Xo'sh, haligi shunday otangni ishdan haydabdi. Nimaga? U yerimizdan sabzavot olib borgandi. Dada, bizni yerimizdanmi? Biznikidan, ha? Bas qil, Rahul. Bizni yerimizdan sabzavot keltirsangiz, nega haydaydi? Shunday uni o'g'irlayapti deb haydab solibdi. Nima qilamiz endi? Haligi tarda boshqa ishni topdi. Puna bozorida. Bozorda qanday ish bo'pti? Mehnat. Qoyil dada, bu yoqqa qattiq ishlashimizga to'g'ri keladi. Haqiqiy jangchisiz. Senga Nima to'xta bo'ldi? dedim. Qayoqqa ketyapsan? Rahul. Rahul, to'xta dedim, to'xta. Rahul! Rahul, hozirroq to'xta. Shinji, Nima bo'ldi? Nega baqiryapsan? otamni ishdan haydading. Bu Bilib nima qo'y. sahar? O'g'irlik qiladiganlarga uyimda joy yo'q. Tushundingmi? U qancha oldi? U butun umringga yetadigan sabzavotlarni senga bergan-ku. Yo noto'g'rimi? Ko'zimdan yo'qol, aks holda seni haydab solishadi. Voy, Shinji. Rahul, Fermerning o'g'liman. Onam bilan qasam ichaman. Bir kun kelib shu yerni chopishga majbur qilaman seni. Yo'qol dedim. Jin ursin seni, tushunarlimi? Ket, Yo'qol. Rahul, Ota, yur, doim yur. shunday qilasiz. yo'qol U dedim. meni Qani, haydaydimi? o'tir, Bunga o'tir, urinib tishla ko'rsin. dedim senga. Jin ursin seni. Jizzakiliging boshingga balo bo'ladi. Rahul! Rahul! Baqirma. Mashinani to'xtat. Ey, mashinani to'xtat. Otajon, u biz bilan ketsa maylimi? Iltimos. Voy tavba, doim kaltabinlik qilasan. Mana sumkamni ol. Qani? Chiq. O'tir. O'tir. Ketdik. Yur desa ketaverasanmi? Qayoqqa ketyapsan? Shindiyga rahmat ayt. Tushundingmi? Meni tashlab ketmoqchimiding? So'nggi haqiqat. Ganeshnagar avtoturargohida ayol zo'ravonlikka uchradi. Politsiya va mahalliy aholi ham unga yordam bera olmayapti. Nega buni yozyapsan? To'xta. Axir muammo. Mashhur bo'lib ketamiz. Bu yerdan ketish kerak. Bo'pti, ketdik. Bo'l. Ketish Ketdik, kerak. Tezroq. Bo'la qol. Shoshma.
Biron nimani ko'rdingizmi? Hech kim hech nimani ko'rmagan. Kimdir videoga olgan, internetga joyladi. Lekin hech kim hech nima ko'rmadi. Bu sizni qizingiz bo'lgandachi, yo singlingiz? Videoga olib, internetga joylarmidingiz? Bundan uyalishingiz kerak. Kimdan qo'rqyapsiz? Sizga kim tahdid soldi? Sohib, ularni ko'rdim. Sohib, bu mahalliy deputatni o'g'li bo'ladi. Buni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Boshqa qizni ham zo'rlagan. Qizni akasi politsiyaga shikoyat qilgandi. Ular uni o'ldirishdi. Ular haqiqiy maxluq. Ha, rahm nimaligini bilishmaydi ular. U qayerda yashaydi? Ana bu binoda. Kim kelganiga qara. Hozir. Sardor, nega kelding? Seni hibsga olish uchun. Nega? O'sha qiz tufayli. Na guvohlar, na ko'rsatmalar bor. Hali ham hibsga olaman deb o'ylayapsanmi? Hozircha yo'q. Lekin uddalayman. Shu kamar senga saboq beradi. U sizni qo'rqitmoqchi bo'ldi. Ko'rsatma berasizlarmi? Men ko'rsatma beraman, Sohib. Men ham ko'rsatma beraman. Men ham. Men ham. Men ham Men ko'rsatma ham. beraman, ha? Men Men ham. ham. Ko'rsatma beramiz. Voy, Rahul. Nima bo'ldi, Rahul? Qayoqqa qarayotganding? Qopni kim bu yerga qo'ydi? Bu qop emas. Choy sotuvchisi. Payqab turibman. Unda ko'zingni uzmayapsan. U tufayli aqlingdan ayrilding. Bilib qo'y, u seni sevmaydi. Uni qalbini zabt etaman. Qo'y senchi.
Tomosha qilasanmi? Ha? Nima qilyapsan? Senga nima? Bitta o'zgacha choy. Oldin gapirishni o'rgan. Sen o'rgatasanmi? Maxsus choy deyiladi. Narxi 3 rupiy. Oddiy choyni 1 rupiyga olasan. Bu ishchilarning choyi. Unda maxsusini ichaman. Chunki men ham o'ziga xosman. Mana 3 rupiy. Mana. Choy. Bu choyning nimasi maxsus? Tushunmadim. So'zlarimga ishonishingga to'g'ri keladi. Meni tushundingmi? Unda oldin o'zing ich. Keyin ishonaman. Hey! Bilag'onlik qilma. Surbet. Atrofga qara. Bu yerda do'konni boshqarayotgan yagona ayolman. Hech kim menga yaqin yo'l olmaydi. Nima deb o'ylayapsan? Aqlli gaplaring bilan lol qoldirmoqchimisan? Choyni ich. Keyin bu yerdan ket. Bo'l. Buni gapiga qarang-a. Bir kun kelib bu surbetga shu choyni o'zing taklif qilasan. Oldin o'zing ichasan. Ketdik Ganya. Pulingni olib ket. Senda qolsin. Oldindan to'lov bo'ladi. Jahli juda tez ekanmi? Yigitlar, qayerda yuribsiz? Otajon, choy ichdik. Ushla. Bu qoplarni ko'tarib ol. Xo'p, yaxshi. Yur Rahul, menga yordamlash. Hey, bu yerda nima qilyapti u? Kim? Professional kurashchidan oddiy ishchigacha. U bu yerda nima qilyapti o'zi, ha? Taniysizmi? Jim. U kurash birinchiligida qatnashgan edi, bilasanmi? Rost aytyapman. Unga mukofotim bilan 5000 rupiy berganman. Ehtiyot bo'ling. Endi bor budini sotib hech kimga aylanibdi. Ha, pulni olish vaqti keldi. Kun bo'yi ishlab charchadim. Ketdik, maoshni olamiz. Qani, ketdik. Bo'l, to'la. Bo'l, navbatdagi. Bu nima? Navbat nimaga? Bu kompaniyaning ulushi. Nega? Pul bermasa ish berishmaydi. Lekin bu noto'g'ri-ku. Pul berish Mana majburmiz. men ketyapman. Sevimli sharobim. Hozir yoningga uchib boraman. Qariya, qayoqqa ketyapsan? Menga tegma. Yoqqa kel. Kiyimimga qo'l tekkizma, tushundingmi? Ha? Menga tegma dedim senga. Hozir mendan Menga tegma. ko'rasan. Qo'lingni ol. Jim bo'l. Nima qilyapsan? Voy. Qo'lingni tortyapman. Oy. Ular nima qilyapti? Nega otamni uryapsiz? Unga tegmanglar. Otamni tinch qo'yinglar. Qoch, chetga o't. Otajon, Bu yerdan turing. yo'qol. Otang Otajon, nasibasini turing. oldi. Yo'qol dedim. Qani, gani ketdik. Urmanglar. Pulni bermayman dedingmi? Ota! Urmanglar. Mana senga. Nimalar qilyapsiz? Yigitlar, bas qiling, bo'ldi, yetar. Ko'zimizdan yo'qol yaramas. Ey, qo'pollik qilma. Tushunarlimi? Xo'sh, nima? Rahul, Menga tegma. Rahul. Mana. Yaqinlashmang ota, iltimos. to'xta. Ganya, otamni olib ket. Tura qoling. Olib ket. Shoshma, ular pulimni olishdi. Qaytarish kerak. Hozir. Rahul, mushlashma, Rahul. Quloq sol. Rahul. Bo'ldi. Otajon. Nimaga qarayapsiz? Sardor faqat Panjobda emas. Sardor dunyoni har yerida bor, hatto Yaponiyada ham. Sardorlar bor yerda Gurdvar ham bor. Jamoat oshxonasi ham. Hech kim hech qachon och qolmaydi. Shaharda bir hafta yashading. Muammo chiqarishga ulgurding. Ular ishchilardan pul olishdi. Sizlar ham to'lang. Sohib, ular shafqatsiz. Buni qabul qilish kerak edi. U yerda kalla kesarlar ko'p. Nega qahramonlik qilding? Xato qildik, sohib.
boshqa bunday qilmaymiz. Qo'yib yuboring. Suiqasdda ayblanasiz. Ikkingiz yetib keldingiz. O'sha Salviy juda ayyor odam. Sizlar Rahul Ganya bu yerda nima qilyapsiz? Uda yo'g'i. Taniysizmi? Ha, ular meni shahrimdan. Bu ikkovi nima qildi? U Salviy bozorda odamlardan pulni tortib olayotgandi. Ular qahramonga aylanmoqchi bo'ldi. Keyingi haftada boshqa ishchilar pul to'lashdan bosh tortadi. Ular 2 kunga qoladi. Dushanba kuni ularni chiqarib yuborishar. Aks holda Salviy qamoqxonada ularni bir yoqlik qilishi aniq. Umuman olganda ular yaxshi yigitlar. Sohib, bu ularning aybi emas. Ular shunchaki Datta? Uday? Ularning aybi yo'q. Meni qutqarish uchun. Og'a, ularni taniysizmi? U Rahulning otasi, taniqli kurashchi. Bu esa uning qizi. Kechirasiz, sohib. Lekin bugun chiqarmaymiz. Garovga chiqarib yuborsa, pul tayyorlab qo'yish kerak. Pulmi? Lekin bizda pul Datam aka, yoningizdaman. Tashvishlanmang. Qorni ham ochgan bo'lsa kerak. Hozir qornidan xavotirlanma. Nima bo'lganda ham yordam beraman. Shu yerdaman. Ketdik, bo'l. Uyga qayt. Oyingga qara. Bora qol. Bu sizga yoqdimi? Siz tufayli haqiqiy kurashchi oldimda ojiz qoldi. O'zgarishga hali vaqt bor. Aks holda otang seni vafotingdan oldin ichida o'lib bo'ladi. Salom. Xush kelibsiz, Nanya Buxay. Salom berdik, Buxay. Nima ham qila oladi? Salom desay. Bugun ozodlikka chiqasan, Nanya Buxay. To'g'ri, ular meni og'alarim. Ularga ko'z quloq bo'l. Bo'pti yigitlar, ko'rishamiz. Tashqarida ko'rishamiz, xo'pmi? Siz zerikib qolamiz. Seni zeriktirmay qamoqda chirishimni xohlayapsanmi? Bo'pti, Nanya Buxay. Bu ikkovlan kim bo'ldi? Bu ikkovi Salviyni odamlarini bozorda do'pposlashdi. Ularmi? Ha. Bugun ularni kaltaklashadi. Voy, yigitcha. Nima bo'ldi, og'ayni? O'zingga keltirib qo'yaman. Qara. Nega bizni uryapsiz? Bozorda nima qilayotganding? Menga qara, og'ayni. Jahlim chiqqanda. Men xato qildim. Xatomi? Xato qildim dedim-ku. Xato qildim. Xato dekin, mana. Nimaga baqirayapsan? Pastga qara. Mana shundoq. Hey, to'xta. To'xtang. Orqaga. Bo'l. Nima bo'ldi? Nanya Buxay, ular xo'jayinning odamlarini bozorda do'pposlashdi. Endi uni urding. Hisob 1-1. Lekin u makini boshini yordi. Ey, sen! Daqiqaga shoshma. Orqaga. Shunaqasi ham bo'ladi. Endi ket dedim, bo'l. Lekin u Senga ket dedim, ahmoq. Ket dedim. Sen ham yo'qol. Yo'qolinglar. Tezda. Isming nima? Rahul. Ganya. Garov pullarni beraman. Ungacha muammodan nariroq yuring. Xo'pmi? Xotirjam bo'ling. Ketinglar. U kim? ahmoqsan. Nanya Buxay, buna qiroli. Salom. Salom bo'ldi? Nanya Buxay. Kim senga qo'pollik qildi? O'tir. Salviyni odamlari tunda ularni qiynoqqa solibdi. Salvini yigitlari asli qo'rqoq. Bir kishiga 10 tasi tashladi. Bittasini jag'ini sindirdim. Boshqasini yuzini ko'kartirdim. Bor gap shu. Juda soz. Senda shakar yo'qmi? Axir shirinlik. Mana ola qol. Ha, yigitlar, qoyil qoldirdingiz. Xavotirlanmang.
Men bilan ishlaysiz. Oilangizga ayting. Boshqa ishlashi shart emas. To'g'ri. Nyanyapqay, Ha. o'sha odamni ta'zirini bermoqchiman. Kimni? Salvini. U Ganyani qo'lini sindirdi. Endi uni qo'li sinadi. Salvini o'z tarixi bor. U doim yonida qo'riqchilar bilan yuradi. Qanday do'pposlaysan? Xo'jayin har shanba Chaufollaga yolg'iz boradi, raqsni tomosha qilish uchun. Odamlar, Ishchilarni pullarini sochyapti. Yaramas abillah. "Ey, sen!" Menga qara. Seni yo odamlaringni bozorda yana ko'rsam, tiriklayin teringni shilib, undan shippak yasab olaman. Tushuntira oldimmi? Itdek o'lib ketasan. Nima qilyapsan? Hey, Ganya ketdik. Yo'q, bu pullarni olma. Tashla. Rahul! Sohib, uni o'ldirmoqchi emasdim. U ortimdan hujum qildi. Uni itarib yubordim xolos. Shunday qilmaganimda u meni o'ldirardi. Uni to'yga taklif qilgani bordingmi? O'zini himoya qilgan desak-chi, ha? Bu ancha qiyin. Ularga qarshi dalil bor. Qamalishi aniq. Qambir sohib, ular birga kelyapti. Ular nega keldi? Salom Rajvir. Stulni siljat. Sizga nima kerak? Begunoh yigitlarni qiynayotgan ekansiz. Davlat xizmatchisi sifatida shu yerga kelishim shart edi. Ular Salvini o'ldirganini tan olishdi. Qiynoqqa solinsa hamma tan oladi. Hatto aybi bo'lmasa ham. Televizorni yoqinglar qani? So'nggi yangiliklarni ko'raylik. O'sha kuni Salvi mast edi. Unga qol deb aytdim. Lekin bunga ko'nmadi. Mushtlashayotib, derazaga urildi. Unga ko'p ichmang dedim, lekin u menga tashlandi. Keyin yiqilib tushib o'ldi. Endi Salvi o'ldirilmagani aniq bo'ldi. O'chir. Bu baxtsiz hodisa edi. Shunchaki Garovni hujjatlarini ko'rasizmi? Yo'q. Uda yo'q. Qo'yib yuboring. Sohibni oyog'ini tavob qiling. Sohib. Hammasi joyida. Ikkingiz to'g'ri qildingiz. Bu Salvi tinchimizni buzayotganda uni yo'q qilding. Biroq sohib, uning odamlari yolg'on gapirdi. Ayolini boshiga to'pponcha tiradik. Keyin bulbuldek sayrab ketdi. Juda oddiy-ku axir. Nanya, men ham to'pponchani senga o'qdim. Keyin seni sayrashingni eshitaman. Rajvir, tinchlan. Yana ketlatishlarini xohlaysanmi? Buni ahamiyati yo'q. Yaxshisi, tinchlan. Bo'la qol. Ketdik. Salmon, Ha? bu yog'ini rasmiylashtir. Bo'ldi yigitlar, ketdik. Qani? Choy keltiring. Nanavari, choy keltiring. Bunga ko'p vaqt ketadi. Faqat choymi? Ha, choy. Moy surtilgan non, shirinlik. Yo'q, faqat choy. Mahkama otangizni uyimi? Suv ham bo'ladi. Ha. Suv keltirgan elda aziz. Men seni buni shunday qoldirmayman. Ismim advokat Salmon. Sohib sizni chetlatishganmi? Ha. 2 yil oldin kollejda bir qizni giyohvand moddaga o'rgatgan guruh bor edi. Keyin uni zo'rlashdi. Yuziga kislota sochib, kollej yaqiniga tashlab ketishdi. Bunga chidolmadim. Qonunni o'z qo'limga oldim. Ularni jazoladim. Guruhni bironta a'zosiga shafqat qilmadim. Huquq
himoyachilari shovqin ko'tarishdi. Shu deputatni buyrug'i bilan 2 yilga chetlatishdi. Lekin jinoyatlar tugamaydi. Biz hech qachon aslida Gulshanning o'rniga boshqa kalla kesar keldi. Deputat ham uni qo'llaydi. U Nanya Bixay bo'ldi. U Nanya Bixayning o'rnini Rahul egallaydi. Xohlasak ham hech nima qila olmaymiz. Qo'llarimiz bog'langan, faqat xomashyoni yetkazamiz. Siyosatchilarni chirkin ishini bajarish uchun. Ehtiyot bo'lib ko'taring. Mana, otajon. Endi boshqa ishlamaysiz. Yelkamdagi yukni olding. Qalbimdagisiga nima bo'ladi? Nimalar deyapsiz, otajon? Odam o'ldirding. Menmi? Aybim yo'qligini isbotlashdi. Bu taqdir degani. Bu to'g'ri yo'lga o'tish imkoniyati. Qara, halol yo'l bilan yarimta non topamiz. Tushunyapsanmi? Otajon, bizda bir kosa ovqat va shirinliklar bo'ladi. Gapimga ishonavering. Jinoyatchilar faqat qabrga tushadi yoki bu satyadek yo'q bo'lib ketadi. Uni tinch qo'ying. Oyim, Sima bilan yangi uyimga ketdik. Yukimizni ko'targani hali juda yo'qsan. Ishimiz hali ko'p. Halol pul topib yashash kerak, o'g'lim. Bo'pti, dada, o'zingiz bilasiz. Ovqatlanmayman. Ovqatlan dedim. Nega qizaloqni uryapsan, ha? U ovqatlanmayapti. Nega yeging kelmayapti? Xo'sh, Har kuni bir xil sabzavot. Men buni yemayman. Yerimizdagi sabzavotni sotamiz. Bizga esa faqatgina shuni berishadi. shuni sotgani keldingizmi? Ha, sohib. Bu yuk mashinam. Uni qanchaga sotding? 8 mingga. O'g'it, urug'lar, dorilar, 1,5 ming. ijarachi, 3,5 ming. yo'l haqqi, oziq-ovqat, 1,5 ming. jami. 6500. Unda qancha qoldi? 1,5 ming. Hammasi 1,5 mingami? Nima ham qilardim, sohib? Bular yaxshi haq to'lashmaydi. Men bilan yur. Salom, sohib. Unga pulni ber. Pulini berganman. Pulingni olibsan. Yana nima kerak? 8 ming yetmaydi, sohib. Bu juda oz. Juda ham surbetlashib. Mana, yana 500. Bu yetarli emas, sohib. Menga 12 ming kerak. Yuk mashinangni olib ket. Menga qarang, sohib. Pulni qaytarib oling. Yo'q, sohib. Yana bir marta Yo'q, bozorda sohib, ko'rsam, quloq oyog'ingni soling. sindiraman. Yo'q, sohib, quloq soling menga. Buni 12 mingga kim xarid qilardi? Men olaman. Uni oldin ko'rmaganman. Uni sabzavotlarni 12 mingga sotib olaman. Hey, bu bozorda 12 yildan buyon ishlayman. Senga o'xshaganlar keladi, ketadi. Yana bir marta og'zingni ochsang, jag'ingni sindirib, og'zingga tiqib qo'yaman. Hoy, nima qilyapsan? Menga quloq sol. Meni yana qancha urasan? Bugun faqat do'p bosiladim. Bozorda yana seni ko'rsam, oyog'ingni sindirib, og'zingga mana bu yerga gaplarimni yaxshilab eslab qol. Ikkala oyog'ingni ham. Tushundingmi? Ko'zimdan yo'qol. Yaxshilab eshiting. Endi sabzavotlaringizni men olaman. Narxi esa ularga ayt. Yuk mashinasi uchun 12 ming rupiy. Yashasın Rahul! Yashasın Rahul! Yashasın Rahul! Yashasın Rahul! Yashasın Rahul! Yashasın Rahul! Yashasın Rahul. Mandaga maxsus choy bering.
Bir mashina sabzavotli chakana narxi 36 ming turadi. Ya'ni foyda 24 ming. Aynan shunga 12 ming berdim. Kelinglar. Hamkor bo'lamiz. Seni miyang, meni pulim. Xo'jayin, Dayay bilan Pitya. Ular bu yerda nima qilyapti? Daya bilan Pitya kim? Bundgardendagi mayda firibgarlar yurdaglik qilishadi. Ular ham mulshiydan. Salom, Nanya Bixay. Daya, Pitya, o'tiring. Xush kelibsiz. Salom. Marhamat, xush kelibsiz. Bu yerda nima qilyapsiz? Ularni taniysanmi? Ular bizga ishlagan. Ular biz uchun tamaki, ichimlik keltirishardi. Ishni bajarmasa boshiga tushirardik. Hozir bunday qilmang, sizni o'ldirishi mumkin. Hazillashyapsizmi, Nanya Bixay? Hazillashmayapman. Bu yigitlar Salvini yo'q qilishdi. Yana Bixay. U doim dovyurak bo'lgan. U o'sha kurashchi Dattani o'g'li. Datta amakim yaxshimi? Hozir dadam bozorda ishlayapti. Nanya Bixay, men maktabda o'qigan paytimda, Menga qara, ofsar. Uni tarixini aytish shart emas. Nega kelganingni ayt. 25 gektarli yer maydoni bor. Uni tozalash kerak. Bu jiddiy ish. Bizni qo'limizdan kelmaydi. Menga nima berasan? 60 million. 50 qilamiz. Nimaga kelishdik? Bu o'sha oldin egallamoqchi bo'lgan yer mulklarimiz. Uni 26 ta egasi bor. Ularni jonajon yeri. Bu bizga ham to'g'ri kelmaydi. Kambul oilasini yerimi? O'sha yermi? Bo'lmaydi yigitlar. Buning imkoni yo'q. Men urinib ko'ray. Hech kim muddal olmagan. Nima ham qila olasiz? Advokat. Bir urinib ko'ray. Hech nima yo'qotmaysiz. Hozir u menga tur dedimi? O'tir. O'tir. U tur dedimi? Bo'l, urinib ko'r. Shunday qilaman, Nanya Bixay. Lekin 50 bo'lmaydi, aytib qo'yay. Senga ham ulush kerakmi? Qo'y senchi, Nanya Bixay. Sendan ulush so'raymanmi? Aytmoqchimanki, 90 o'zingda qoladi, ularga esa 10. Hey, Ha, ishni biz olib keldik. Unda o'zing bajar. Hammasini olasan. U haq. Nanya, U to'g'ri aytdi. bo'pti, 30%. 12, 20%. 15, 18. Ey ofsar, bu nima bozormi? Ket, bor. Bo'pti, tushundim. Nanya Bixay, 15 yetadi. Ey advokat, egasini hujjatlarini tayyorlab qo'y. Salomat bo'ling. Bosh barmog'ingizni bosing. Hozir iltimos qilyapman, bosh barmog'ingizni bosing. Iltimos. Xohlasangiz ko'proq to'laymiz, lekin oldin bosh barmog'ingizni bosing. Tushunarlimi? Xo'jayin aytmaguncha bunga bosh barmog'imni bosmayman. Ganya, ularni xo'jayini kim? Sizni maktabdan haydagan odamchi? Ha, tushunarli. Xo'jayinni chaqir. Orani ochiq qiladigan payt keldi. Iya qaranglar. Bo'rni gapirsang qulog'i ko'rinadi. Salmon, senga aql kirmaydimi? Menga pul to'lashadi. Shunga ishimni davom ettiryapman. Oxirgi marta. O'lsam ham yerimni sotmayman, tushundingmi? O'zingiz bilasiz. Agar o'lsangiz, yer kimga qolganini qayoqdan bilasiz? Xo'sh, Rahul. Bu yerda nima qilyapsan? yeringizni bo'shatish vazifasini oldim. Endi hujjatni imzolasangiz yuring. Qo'limni qo'yvor. Asl basharangni o'shandayoq ko'rgandim. Shunga maktabdan haydadim-da. Juda to'g'ri yo'l tutdingiz. Chunki o'qishda davom etganimda xizmatchi bo'lardim. Balki omadim chopib zobitmi? Ammo ko'rib turibsizki, meni ko'rganda katta zobitni ham tili aylanmay qoladi. Keling, hujjatga imzo chekamiz. Hey sen! Hey! Hech kimdan qo'rqmayman. Fermerning o'g'li bo'lib tushunmabsan. Imzo chekmayman. Ustoz, jahlimni chiqarmang. Nima qilasan? Nima qila olasan? O'rningni ko'rsatib qo'yaymi? Yo'q. Yo'q, xudoyim. Advokat, nimani kutyapsan? Barmog'ini izini ol. Murdani ham barmog'i bor. G'ani, hammadan barmoq izini ol. 26 ta egasi, 26 ta imzosi bor qog'oz. U Maruti Kambulni o'ldirdimi?
Ha, sohib, u o'ldirdi. Bu Maruti Kambulning amakisi. Rahulning ota-onasini besabab bezovta qilyapsan. U qahramon. Ayting sohib, ayting. Menga pul kerak edi. Maruti Kambul adolatsiz edi. Jahlim chiqib, uni otib tashladim. Ha, unga aytgandim. Bo'ldi, yaxshi, yetadi. O'ldirish oson emas. Oldin to'pponchani ushlab ko'r. Nima qilmoqchisan o'zi? Aybiga iqror bo'ldi, hibsga ol. Juda ablaqsan-da. Bir kuni kirdikorlaringni fosh etaman. Bir kuni sudda uchrashsak, bironta dalilsiz seni guvohlarim bilan fosh qilib tashlayman. Garovni qabul qildim. Menga ayt, buni qanday qilding? Qariyani qarz bor edi. Unga pul berdik. Endi uning oilasi hech qachon pulga muhtoj bo'lmaydi. U baxtiyor. Ha, u berdi. Men oldim, keyin o'ldirdim. Shunday emasmi? Bo'ldi. Hammasi joyida. Bor. Aqlli qariya. Mana Rahulning boshlang'ich garovi. Endi choy buyur. Yo'q. Vidar bixeda suv tanqas. Suvni menga sepib isrof qilma, xo'pmi? Bu mineral suvmi? U seni ustozing edi. Senga maktabda dars bergan. Uni o'ldirding. Uni o'ldirmadim, oyi. Uni amakisi o'ldirdi. Gazetada yozishgan, televizorda ko'rsatishdi, o'zingiz ko'ring. Salvini ham sen o'ldirmading. Ko'zimdan yo'qol, bor ket. Senga ket dedim. Ket dedim senga. Tushunmadim, nimalar qilyapsiz? Sima, iltimos gapirsang-chi. U nima derdi? Ganya, uni olib ket. Bo'pti, yaxshi qolinglar. Sima, men bilan yur. Bo'l. Sima, yura qol. ketdik. Jinursiz seni. Hech qachon bu yerga qaytma. Sohib, xayrli tong. Nanya? Qanday shamol uchirdi? Ishimni bajarmaganingda kelaman. Qanaqa ishingni? Salvi o'ldi. Saylovga Dagdur Harpiyni nomzodini qo'ydim. Nima bo'ldi? Harpiyga qarshi 2 ta qotillik ayblovi qo'yilgan. Menga qara Hampir. Sen ham hech qachon farishta bo'lmagansan. Lekin hali ham deputatsan. Partiya raisi Harpiydan mamnun emas. Boshqa partiya uni qabul qilmoqchi. Keyin o'sha partiya saylovda meni sizga qarshi qo'yadi. Keyin kuning bitadi. Tushunyapsanmi? Jahling chiqmasin. Bo'pti. Harpiyni ma'qullaymiz. Men so'z beraman. Ishni bajarishingni bilardim. Ko'rishamiz. Qani ketdik. Yukni tushirdingizmi? Data, hamma baxtiyor. O'g'ling fermerlarning hayotini yaxshiladi. Buning uchun ko'p qon to'kdi. Rahul. Marutini rostdan o'ldirdingmi? Menga qara, manda. Otamning gapiga ishonma. Nega odamlar shunday deyishyapti? Bilmadim. Gazetada amakisi o'ldirganini yozishdi-ku. Otam doim ichadi. Lekin meni yaxshi ko'radi u. Men ham seni yaxshi ko'raman. Rahul. U men uchun qaror qabul qilib keladi. Otam qizini hech qachon jinoyatchiga turmushga bermaydi. U kim bo'lgan? O'zi otam aslida Nanya Baxay? Ganya bas qil. Rahul qani? Shu yerda. Rahul. Nanya Baxay keldi. Ha, shundaymi, boraver. Nanya Baxay, kutilmaganda keldingiz. Jizzaki yoshingiz shu yerdami? Oyoqlarimga tegma. Yaxshisi meni quchoqla. Ajoyib.
Ajoyib. Meni inimsan axir. U yoqda nima qilayotganding? O'sha qiz bilan go'zal ekan. Judayam ketmoqda. Niyatimiz jiddiy, Nanebxay. Don olishyapsanmi? Nimalar deyapsiz? Bunday emas. Joningga tekkanda menga xabar qil. U menga yoqdi. Oxir oqibatda og'aynimiz, bir-birimizdan qizg'anmaylik. Hozir aytganimdek, Nanebxay. Uni sevaman. Jiddiy aytyapman. Shunchaki hazillashdim. Senga bir narsam bor. Olib kel. Qara, yoqdimi? Juda ajoyib-ku, ha, zo'r. Bu senga. Bunga hojati yo'q edi. Yo'q. Maruti Kambulni yeri bo'yicha kelishuv yakunlandi. Mashinada 26 ta shartnoma. Kalitni bering. Ushla. Bu seniki. Mashinaga o'tir-da. Bugun tug'ilgan kunimga kel. Xo'pmi? Vaqtida. Ha, og'a. Chunki inim kelmaguncha tortni kesmayman. To'g'rimi? Kesmaymiz. To'g'ri, ha. Kech qola ko'rma. Ketdik. Endi u akangmi? Oilang sendan yuz o'girsa, begona odamlar yaqiningga aylanarkan. Yaqinlaringmi? Rahul, bu yerga o'tir, yonimga o'tir. O'tir dedim senga. Bu ablahni tarixini aytib beraman. O'tir. Şimdi otangdan yerni sotib oldi. Juda arzon narxga. Sababini bilasanmi? Aynan shu Naniya Bixay sababli. Shu Naniya opangni boshiga to'pponchani tiradi. Keyin aytdi. Bosh barmoqni bosish kerak dedi. Aks holda opangni nomusiga tegadi. Keyin uni o'ldiradi. Boshqa chorasi qolmagandi. U imzo chekishga majbur bo'ldi. Endi bu Naniya seni og'ang. Buni oqibatlarini o'zing hal qil. Bundan foyda yo'q. Ey, menda shu qoldi. Nima qilyapsan? Yo'q. Ey, meni tamakim-ku. Unga tushuntirib ko'r. Unga ayt. Unga aytsang-chi, tushuntirib qo'y. Nega qarayapsiz? Tekin tomoshami? Yo'qolinglar. Alo? Hozir 1 daqiqa. Rahul. Okrug prokurori Hamber. Alo? Bu o'rmon Hey advokat. Ha, Meni himoya qilasanmi? albatta. Unda buni oling. Ketdik. Esankirash senga yoqadimi? Hozir botib tashlashni xohlardim. Tilingizga erk bermang, sohib. Kuchsizlarni urishni bas qil. Aslida kimligini ko'rsat. Bo'pti. Sohib, formangizni hurmat qilaman. Shunga jim turib. Nimani hurmat qilishing muhim emas. Biz uni hurmat qilamiz. Uday bunga ko'z quloq bo'ldi. Hozir muloyimlik bilan kaltaklaydi. Otam mahoratli kurashchi bo'lgan. Otang mahoratli kurashchi bo'lgan. Men Hind kurashchisiman.
Bilasizmi, Punani yangi qiroliman. Punani yangi qirolimisan. Men Hindiston qahramoniman. Ushbu bazmda 200 nafar mehmon bo'lgan. Hech kim hech nimani ko'rmadi. Lekin Rahulni Nanyani o'limida ayblashdi. Rahul vijdonli, qobiliyatli ishchi. Lekin politsiyaning unga shaxsiy adovati bor. Salbiy baxtsiz hodisa tufayli o'ldi, lekin Rahulni hibsga olishdi. Maruti Kambulni amakisi o'ldirdi. Lekin yana Rahulni bunda ayblashdi. Endi esa shu. Ammo politsiya bunday ishlarni davom ettira olmaydi. Advokat, bu ish qanchaga cho'ziladi? Qaysi ish? Guvohlar yo'q. Sudya birinchi kuniyoq ishni yopadi. Aytgancha. Daya bilan Pitya ko'rishmoqchi. Keyinroq ketdik. Uday qani? Sohib ana u yerda. Salom sohib. Ha, sohib. O'tir Uday. Sohib, bilasizmi? Rahulni garovga ozod qilishdi. Bilarkansiz. Rahul qamoqda chirib ketishiga ishondingizmi? Amberga o'xshagan odamlar bor ekan, bu yigitlar garovga chiqib ketadi. Bizda to'pponcha bor. Lekin hamma o'qlari sanalgan. Ammo bu yigitlarda hech nima. Demak, indamay o'tiramiz. Unday emas. Miyani ishga solamiz. Mahob horatni o'qiganmisiz? Yo'q, sohib, lekin televizorda ko'rgandim. Bosh qahramoni kim edi? Arjun. Uning rejasi mukammal edi. Lekin miyasi Ma'bud Krishna. Tarqoqlikka barham berish uchun u aka-uka o'rtasiga nifoq soldi. Jinoyatchilikka barham berish uchun shunday qilmaymiz. Ajoyib reja. Qanday reja-ya? Xarakterimga nima deysan? Muloyim, juda xotirjamsiz. Chunki ovozimni ko'tarmayman, haqorat qilmayman, shafqatsiz emasman. Menda qahr ko'p. Sardor o'zini yo'qotganda hamma ulardek titraydi. Rahul, Daya bilan Pitya. Yana ularmi? Menga yana bitta. Rahul, ishlar yaxshimi? Juda yaxshi. Tinchlikmi? Nega kelding? Senga nega baqirayapsan? Kambulni shartnomasi, pulimizni olgani keldik. Menga qarang. Nanya Bahayning ishi qimmatga tushdi. Ishlar chatoq. Biz ham sendek yaxshi ahvolda emasmiz. Bilasanmi nima? 600 mingni ol. Qolganini esa keyin hal qilamiz. Bu juda ozlik qiladi. Ulushimiz 9 million. Senga aytdim-ku, shu 600 ni ol deb. Uchrashuvim bor. Bo'ldi, ketinglar. Keting. Sizlarga keting dedim. Tushlikni kutyapsizmi? Menga yig'ilma jild kerak. Lekin
qay birligini eslolmayapman-da. Bergandim, yodingizdami? Tongdan buyon izlayapmiz, topilmadi. Sohib bunday emasmi? Yo'q, unday emas. Unda sohib, uni asabi taranglashdi. Udayog'i kelganimga yarim soat bo'ldi. Imzo chekishim uchun hujjatni ber. Nima, vazirmisan? Alohida e'tibor kerakmi? Oyog'ingni tushir. Oyog'ingni tushir deyapman. Aks holda sindiraman. Yaramas, mayda kissavur. Bir nechta politsiya zobiti shu kissavurni deb kun ko'ryapti. Obyektlarimiz hisobiga yashayapsiz. Yo gaplarim noto'g'rimi? Halol yo'l bilan pul topyapman demoqchimisan? Bechora fermerlarni yerni tortib olib pul topasiz. Qo'rqoqlar. Bu qo'rqoq ertaga deputat bo'lsa, keyin vazir, unga salom berasizmi? O'sha paytgacha yasharmikansan? Senga o'xshagan maxluqlarning ro'yxati bor. Ular qasam ichguncha qabrga tushishgan. Sohib, men boshqachaman. Tirik qolaman. Keyin hukumat vakiliga aylanaman. Bu dunyoda hech kim abadiy emas. Plastmassadan boshqa. Unda men plastmassaman va senga va'da beraman. Bir kuni meni qarshi olib, hattoki oyog'imga yiqilasan. Men sardorman. Bilib qo'y. Yaratganning oldida tiz cho'kaman xolos. Imkoni bo'lishi bilan seni otib tashlayman. Uday, bu savodsizdan barmoq izini ol. Agar aqldan ozsam, miyasini shu ro'yxatga chaplayman. Maharashtraning arzandasi. Daya, kecham kirib qoldi. Padvarxon tez orada keladi. Soating juda zo'r ekan, Piti og'a. Yoqdimi? Ha? Mana, Yo'q, shunchaki aytdim. o'zingga qoldir. Hey, sizlar kimsiz? Ha? Bu qanaqa tomosha? Ana u keldi. Ichkariga qanday kirdingiz? Darvoza orqali. O'z fermamizga kirish jinoyat emas. Sizni fermangizmi? O'qishni bilmaysizmi? Qani o'qing. Bu mulklar Vijay Padvarxonga tegishli. Huquqbuzarlar javob beradi. Kechirasiz. Endi ketinglar tezda. Qani bo'la qol. Qayoqqa ketyapsan? Nima qilyapsan? Hey, Jim bo'l. Buni menga ber. nima qilyapsan axir? Endi shuni o'qi. Meni otamni yeri. Xohlagan joyingga bor. Pitya va Daya. Bu yerni kim berganini bilmaysizmi? Xo'sh, kim ekan? Rahul. Og'a, menga qarang. Iltimos kirishga ruxsat bering, og'a. Askar, uni haydab chiqar. Iltimos. Shunchaki Ko'zimdan yo'qol. Bitta gapim bor, xolos. Iltimos. Hey, nimalar bo'lyapti? Ertalabdan beri sizni kutyapti. Gaplashaman degan. Ichkariga kirit. Qani ochaylik. Kir. Qani kir. Isming nima? Sidhart. Senga pul kerakmi? Yo'q, ish. Siz bilan. Otang nima qiladi? U 2 yil oldin vafot etgan. 3 oydan keyin oyim o'z joniga qasd qildi. Ishim yo'q edi. Shunga o'g'irlik qildim. 2 yilni qamoqda o'tkazdim. U yerdagilar Rahul Datta yaxshi odam deyishdi. Shunga bu yerga keldim. Bu pullarni o'zingga qoldir, xo'pmi? Ularni ehtiyot qil. So'rashdan uyalma. Tushundingmi? Uni uyga olib boring. Bora qol, bolakay, bor. Qani yur. Og'a, meni hech kimim yo'q. Shu yerda qolsam maylimi, og'a? Buxay. Qo'rqma, sakra. Sakra, qani? Shu yerdaman. Yo'q dada, qo'rqyapman. Shu yerdaman.
Qayoqqa ketyapsan? Qo'ling, oyoqlaringni ishga sol. Qoyil o'g'lim, qoyil. Axir aytdim-ku, doim yoningdaman. Xo'jayin qilyapti. Ha, xo'jayin. O'sha bolani qayerga olib bording? Hech qayerga, darvoza ortida turibdi. Uni ichkariga olib kir. Xo'p, xo'jayin. Xo'jayin, Bu yoqqa. Bo'ldi, sen ketaver. O'tir. Yo'q, u yerga emas. Shu yerga o'tir. Shu yergami? Ha. Shu yerda qolmoqchimisan? Tirik ekansiz, yoningizda bo'laman. Aytganingizni bajaraman. Hamma aytganingizni, maylimi? Ertadan boshlab maktabga borasan. Ma'lumotli bo'lasan. Otangni sog'inishingga yo'l qo'ymayman. Otasiz bo'lish nimaligini bilaman. Oyog'imga tegma. Tegma oyog'imga, tegma. Shu yerga o'tir. Endi sen eng yaqin do'stimsan, ha? Bora qol. Rahul, nima? Padvardxon yodingdami? Mulshda yerni bergandik. Unga nima qilibdi? Daya bilan Pitya yerni tortib olishibdi. Oyog'idan ham yaralashgan. Sardaya bilan Pityani bir yog'li qilamiz. Ertaga IT parkini ichida boramiz, o'ndami? IT parkda o'zi nima bor? Oltin tuxum qo'yadigan g'ozlar bor. Nima? Fermerni yerni arzon garovga olib, IT parkni qurdingiz. Endi bu qashshoq fermerlar bozorda ishlashyapti. Ichkilikka berilishyapti yo o'zini osishyapti. Siz ablahlar esa millionlab pul topyapsiz. Endi bizga ham to'laysiz. Bu yerda halol ishlaymiz. Bizga tahdid solsang, qo'rqanidan pul to'laydi deb o'ylayapsanmi? Albatta to'laysiz. Yo'q desam, halol pullaringni olishni mendan yolvorib so'raysan. Aks holda hamma boshidan otiladi. Fikrimni qabul qilib, unga qarshi boraylik. O'tir. Sohib, iltimos, sohib. O'tir. Fuqarolar yangi do'kon ochishibdi. Shu qadar ko'pmi? IT park, to'lamachilik. Har oyda 20 million. Unda Bu Agarval Nabini qo'rqib ketibdi. Nima qilishni aytdim. Ko'madi. qishloqda bir necha marta. Uda yo'g'a. Xo'roz urishtirishda bo'lganmisan? Sohib, haligi 2 xo'rozingni shu yerda urishtiramiz. Bu juda qiziq bo'ladi. Podval. Sohib, Pityani chaqiring. Unga IT parkdagi ulushi endi Rahulga nasib qilishini ayting. xo'p sohib. Pitya. Otajon, yaxshimisiz? Oyim salomatmi? u kim? Jahling chiqdimi? Bilmadim. Shu ham javobmi? Gazetalarni o'qigandim. Ularda safsata yozilgan. Ularni o'qima. Ganya, bu yoqqa kel. Nima bo'ldi, Satyabhay? Qo'lingni ber. Bu Rahul juda boyib ketibdimi deyman. Nega u haliyam shu yerda choy ichyapti? U bo'lajak kuyovingiz. Yaramas. Bu meni qizim. Unga turmushga bergandan ko'ra poyiz ostiga tashlayman. Mana shunaqa, tushundingmi? Rahul, Satyabhay mandaga uylanishingga qarshi. Undan qo'rqmayman.
o'z vaqtida men ham jinoyatchi bo'lganman. Quloq sol, piyonista, sendan so'ramadim. Agar rozi bo'lmasang, kuch bilan olaman. Tushunarli. Rahul, meni boshim og'riganda dori oladigan bir dorixonam bor. 1 rupiyaga 2 ta beradi. Tushunyapsanmi? 2 ta. Lekin muddatini 2 marta tekshiraman. Shu dorini u meni qizim. U kim? Meni qizim. U turmushga chiqadigan yigitni necha marta tekshiraman? Ha? Birorta yigit uylanishiga yo'l qo'ymayman. Sen haqingda gapirmasa ham bo'ladi yigitcha. Seni muddating o'tib bo'lgan. Muddat haqida gapiryapsan. Ha, istalgan paytda o'lishing mumkin. Rahul! Rahul! Nimalar qilyapsan? Uni tinch qo'y, Rahul. Kimni muddati tugadi, xo'sh? Seniki. Sendan qo'rqmayman. Yo'qol. Manda. Uylanishimga qarshimisan? Visoliga yetganman. Hali ham meni to'xtatasanmi? Xo'sh, hali ham to'xtatasanmi? Qani urinibkor, meni to'xtat. Ha? Satya. Satya. Uyatsiz! Senga turmushga chiqmayman. Hatto otam rozi bo'lsa ham. Nimalar deyapsan? Menga bo'lgan huquqlaringni aytyapsanmi? Hammaga nima demoqchisan? Nima? Hamma eshitsin. Ha! O'zimni to'xtata olmadim. Lekin baribir unga turmushga chiqmayman. Manda. U o'zgalarning yerini kuch bilan egallaydi. Lekin meni majbur qila olmaydi. Manda, seni sevaman. Sendan nafratlanaman. Agar kuch ishlatishga urinsang, qo'lingga faqatgina murdam tegadi. Quloq sol, Manda. Yo'qol dedim. Senga yo'qol dedim. Uni olib ketinglar. Ketsin bu yerdan. Ichimligimni ber. Ha. Rahul, balki pulni olish uchun IT parkka boribdi. Lekin Daya bilan Petyani uni otishibdi. Balki o'ldi. Tez orada sening navbating keladi. Yaxshilab tekshir. Uday, Ha, sohib. bu xo'roz urushtirishdan yaxshiroq. Bu jinoyatchilar bir-birini o'ldirishadi. Huquq buzarlik esa barham topadi. Biz nima qilamiz? Murdalarni sanaymiz. Badval, Sohib, ismlarini yozib oling. Saura Salvi, Vikas Sanab, Nele Jadhava, Raisxon. Rahul. Daya bilan Pitya yana 2 odamingni o'ldirdi. Daya, Rahul 2 odamingni o'ldirdi. Tugatdingmi? ha sohib. Choy. Yo'q sohib, ketishimiz kerak.
Samir, Agar val sohib pullar tayyormi? yana nechtangizga to'layman? Tushunmadim. Sizdan yana kim pul talab qildi? Biz. Rahulning singlisisan. Ha, sohib. Bu yerda nima qilyapsan? Biz og'ir holatdamiz. Bu yerda idish-tovoq, kiyimlarni tozalayman. Bu naqirolining singlisi oq soch bo'lib ishlaydi. Sendan, otangdan faxrlanaman. Agar senga biron nima kerak bo'lsa, uyala ko'rma. Sohib. Rahul. Bu tomchilar soviganda yomg'ir bo'lib yerga tushadi. Tushunarlimi? Yaxshiyamki ma'lumotim yo'q. Nega? Aqldan ozardim. Sen emas, o'qituvchi aqldan ozardi. Og'a, bu qiyin emas. Sizga o'rgatib qo'yaman. Iltimos menga aql bo'lma. Rahul, ha. Daya qayerdaligini bilamiz. Qani ketdik. Og'a, qayoqqa ketyapsiz? O'qishda davom et. Bittasini ta'zirini berishim kerak. राणा जी माफ गलती मारे से हो U qochib ketdi. Nana bora soqib? Bu yerda nima qilyapsan? Ityani odamlari Makvana zargarxonasiga borgan. Pul talab qilish uchun. U ular bilan edi.
Nimalar deyapsan? Nega bu kalla kasarlar bilan bording? Nega u yerga ketayotganini bilmasdim. Ular meni do'stlarim. Biz birga bordik xolos. Do'stlaringmi? Do'stlarimish. Bu telefonni qayoqdan olding? Petya og'am sovg'a qildi. Petya og'angmi? Petya og'asi sovg'a qilibdi. Mana senga. Menga uni olib bera olmasdingiz. Oyim xastalanganda shifoxonaga olib bordik. Petya og'am pul berganda xususiy shifoxonaga ko'chirdim. Jinoyatchilardan pul olishga jur'at etdingmi? Nega bunday qilding? Otangning yuziga loy chaplayapsanmi? Nima qilyapsan? Uday, nima qilyapsan? Onasi bilganda o'zini o'ldirardi. U nima qilganini bilasanmi? Hammasini eshitdim. O'g'ling o'tirsin. Unga suv bering. Badval, Sohib, Petyani chaqiring. xo'p bo'ladi sohib. Unga uchrashuv haqida buyruqni Xo'p yetkazing. sohib. Zobit podval gapiryapti. Uchrashuv haqida buyruq oldik. Kun davomida o'yiningiz boshlanadi. U nima dedi? To'xta! Sohib! Sohib! Petya shu yerda. Qanaqa Petya? Iltimos, meni qutqaring. Meni qutqaring. Seni nega qutqaraman? Podval menga qo'ng'iroq qildi. Uchrashuvga buyruq berildi dedi. Sen yaralagan Podvardxon vazirni qarindoshi bo'lib chiqdi. Xatoga yo'l qo'ydim, sohib. Men pulini qaytaraman. Yolvoraman, sohib. Meni qutqaring. Bu meni ishim emas. Udayning ishi. Uday, axir bir qishloqdanmiz. Uday, iltimos, meni qutqar. Aytganlaringni bajaraman. Unga qara. Iltimos, yolvoraman. U seni qahramoningmi? Uni bir tep. Yo'q, sohib. Agar tepmasang, otang otib tashlaydi. Yo'q. Bu yerda emas, mahkama oldida. Nimalar deyapsiz, og'a? Bunday qilma, iltimos qilaman. Unga bir tushir. Hayoting shunga bog'liq. Harun, meni tep. Nimani kutyapsan? Yaxshilab tep. Hayot shunga bog'liq. Qattiqroq tep. Nimani kutyapsan? Meni eshityapsanmi o'zi? Qattiqroq tep. Tep dedim. U hayotingni qutqardi. Rahmat, sohib. Oldin aytganimdek, bu meni ishim emas. Bu Udayning ishi. Rahmat, Uday, rahmat. Kechirasiz, sohib, kechirasiz. Politsiyachidan 7 ta tarsaki yeding, lekin joyingdan qimirlamading. U seni qahramoning. Bir tarsakidan keyin ishtonini qo'llab qo'ydi. Kechiring, dadajon. Xatoga yo'l qo'ydim. Boshqa bunday qilmayman. Mana telefoning. Kechiring, dada. Meni kechiring. Uday, uyda davom ettirasiz. Bizning ishimiz bor. Xo'jayin, Kim bo'ldi? Pakiya. Ko'tar. Ovozini balandlat. Ha, Pakiya. Xo'jayin, Sitxani maktabdan olgani kelgandim, lekin Sitxa maktabda yo'q. Nima deding? Hamma yoqdan izladim, lekin u bu yerda emas. Tezda top, Pakiya. Topmasang seni o'ldiraman. Petya, sohib, bu yerda nima qilyapsan? Shirinlik xohlading? Yo'q, sohib. Vaqtni o'tkazma. Rahulning nufuzi ortyapti. Ortidan bor. Sohib, bu bola Rahulning himoyasida. Agar uni qo'lga olsam, Rahul oldimda tiz cho'kadi. Rahul bilan seni farqing shunda o'sar. Hatto jinoyatchilarda ham qoida bor. Ular oilaga, bolalarga tegmaydi. Ko'zimdan yo'qol. Ketdik. Sitxani topolmadim. Nima bo'ldi? Ganya, Sitxani yoniga 2 ta odam qo'y dedim. To'g'rimi? Pakiyaga aytgan edim. Unga biron nima bo'lsa, seni o'ldiraman. Tushunarlimi? Sitxa shu yerda? Qayer deding?
bugun tug'ilgan kuningiz, shirinlik oldim. Ha, Rahul, biz unutibmiz. Kelasi safar ogohlantirmasang, seni o'ldiraman. Ha, kechiring. Bor, tayyorlan. Uni birga bo'lamiz. Bo'pti, bo'la qol. Qorning ochdimi? Ketdik. Voy, bunga bir qarang. Qanday shamollar uchirdi. Nima bo'ldi? Qo'rqib ketdingmi? Menmi? Nega qo'rqishim kerak? Bu bolaga zarar yetmasin. Sohib, unga birontasi yaqinlashsa, butun dunyoga o't qo'yaman. U bu yerda nima qilyapti? Umi? U meni himoyam ostida. Uni ota-onasi yo'q. Meni ham ota-onam yo'q. Bozor hovlisida ishlayotgan odam kim? Uylarda oqsochlik qilayotgan ayolchi. Ular kim? Rahul, Nanya otangga zug'um qilgan. Endi sen fermerlarga azob beryapsan. Hayotingni barbod qilding. Endi uni hayotini vayron qilyapsan. Tashvishlanmang, sohib. Menga o'xshashiga yo'l qo'ymayman. U jinoyatchilarni cho'qintirgan otasi bo'ladi. Senga o'xshagan politsiyachi. Men kim bo'lishimni bilasanmi? Bilasan-ku, deputat. Aqldan ozibsan. Abadiy yashayman deb o'ylayapsanmi? Bu shaharning chiqindisisan. Hech ham afsuslanmayman. Hukmronlik qilaman demoqchiman xolos. Keyin esa yana bir gap. Bugun shu chiqindini 100 gektar yeri bor. Qancha? 100 gektar. Shu 100 gektarda kimdir ishlar? Otangmi? Onang yo opangmi? Men ham Maharashtrada tug'ilganman. Fermerning o'g'liman. Otamning yerini ham tortib olishgan. Lekin senga o'xshab kalla kesar bo'lmadim. Ularning cho'qintirgan otasi bo'ldim. Politsiyachiman. Senga o'xshagan tentaklarni yo'q qilish uchun. 6 oy avval mehnatim bilan topgan pulimga 1,5 gektar yerni sotib oldim. Otam har tongda o'sha yerda ishlaydi. U juda baxtiyor. Senchi? Sen da'vo qilayotgan 100 gektar ertaga 200 bo'ladi. Keyinroq 2000 bo'lish mumkin. Lekin oxir oqibatda senga 6 ga 3 qoladi xolos. Faqat 6 ga 3. Maharashtra hukumatining boshlig'i. Hey, bu kim? Men. Og'a, Rahul. Kelishim kerak edi, shindi. Ovora bo'lmay qo'ng'iroq qilsang yetardi. Jodxona yerini 20 millionga olasan dedim. Lekin gapga kirmading. Nima ham qilardim, Rahul og'a? Bozordagi holat yomon, juda ham yomon. O'tir. Ha? O'tir. Bozor yomon emas, seni niyating yomon. Men unga 5 million jo'nataman. Unga 5, menga esa 10 million. Yo'q. Ilojisi yo'q. Oldin 25 berdik. Salom, tug'ilgan kun. Salom, sohib. Salom. Shart emas, qo'ysangiz tug'ilgan kun. Salom, sohib. Rajiv, ishlar yaxshimi? Xo'sh, Hammasi joyida, sohib. Bunada adolat qaror topyaptimi? Buni mendan yaxshi bilasiz. Kelajakda yana ham yaxshi bo'ladi. Ah, Chunki bugun qonunbuzarlar qonun himoyachisiga aylanadi. nima demoqchisan? Bugun Robin Hood, ertaga deputat. Ehtimol bo'lajak vazirdir.
Qancha? 10 million. Rahulning murdasini ko'rsam yana 40 million. Buni tez orada ko'rasiz. Men ham 20 beraman. Market Yard politsiya mahkamasidan zobit podval. Ha, Shendi seni o'ldirish uchun Pitega 70 million taklif qildi. Tushundim. Xabar tasdiqlandimi? Ha, tasdiqlandi. U nima dedi? Juda xotirjam edi. Lekin sohib, endi Shendini hayoti xavf ostida-ku. Uni eshitdingmi? Shindiga xavf solinyapti. U ham avliyo emas. Bu voqea Shindidan boshlandi. Rahul uni oxirgi qismi. Qo'yib yuboringlar. Yur. Nima qilyapsizlar? Rahul Bxay, yanglishyapsiz. Meni o'ldirishga Pityani yo'llading. Yo'q, Buni bilaman. men xato qildim. Iltimos, meni kechiring. Bir marta kechiring, iltimos. Senga va'da bergandim. Yodingdami? Ha? Xato qildim. Bugun uni bajaraman. Rahul Bxay. Ganya, uni olib ket. Yo'q, Rahul Bxay. Ketdik, bo'l. Tura qol, ketdik. Tar. Iltimos, meni kechiring. Yur deyapman. Iltimos, bu boshqa takrorlanmaydi. Meni kechiring bir marta. Bu boshqa takrorlanmaydi. Meni kechiring, iltimos. Meni kechiring. Yodingdami Shindi? Otlarga bog'lashingni aytganding. Senga buqani bog'layman dedim. Biri to'la ikkitasiga. Ularni atayin sen uchun oldim. Xo'sh, qalay. Uni bog'laylar. Yo'q, Rahul og'a. Yeringni qaytaraman. Rahul Bxay. Rahul Bxay. Yeringni qaytaraman, iltimos. Otamni yerini tortib olding. O'z yerini qo'riqlashga majburlading. Uni kamsitding. Sen tufayli otam, onam, opam yonimda emas. Sen tufayli hammasidan ayrildim. Bu yerni otamga albatta qaytaraman. Yodingdami Shindi? Bu zaminga qoningni to'kaman. Bir kuni uni qaytaraman, ha? Ganya, barmoq izini ol. Qara Shindi, yeringni oldim, ko'ryapsanmi? Uni oldim. Oldim deyapman. Oldim. Tortib oldim. Rahul, nima qilyapsan? Uni tinch qo'y. Rahul, qo'yib yuborgan ya, yaqinlashma. Bo'lmasa seni o'ldiraman. Rahul, u o'ldi. Otajon! Yerimizni qaytardim. Yerimizni qaytarib oldim. Ha, otajon, qaytarib oldim. Sizga va'da bergandim. Yerimizni qaytarib oldim. Dattog'a. Rahul. Boshqa raqamni terding. Otajon, yaxshi xabarim bor. Shindidan yerimizni qaytarib oldim. Rahul, bu yer otamga tegishli.
Bolalarimni himoya qilish uchun yerni sotganman. U yerga boshqa qadam bosmayman. Tushundingmi? Gaplarimni eshiting, otajon, men Ana Rahul keldi. to'g'ri, Mauriyam aka, u bilan o'zingiz gaplashing, xo'pmi? U tufayli bo'ldi. Ha, shunday. To'g'ri. Shunaqa qilding. Qani Kel, kel, o'tir. o'tir. Mauriyam aka, xo'sh, hammasi joyidami? Nega joyda bo'lar ekan? Yerimni tortib olyapsiz. Nimalar deyapsiz? Ganya, unga nima deding? Yerni sotishini? Lekin quloq solmayapti. Buni qarang. Rahul. E'tibor qilma. Asosiy ish haqida gaplashaylik. Keyin nima bo'ldi? Qarang, Mauriyam aka. 1 gektarlik yer uchun 50 millionni yo'qotyapman. U esa metallni. U yerda zavod qurmoqchi. Narxingizni ayting. Shunday qilasiz. Bu nimasi? Juda aqllisan-da. Rahul. Nima qilyapsizlar o'zi? Tinchlikmi? Nimasi kulgili? Kulasanmi? Ha? Xo'sh, nega kulmayapsan? Rahul, nima qilyapsan? Qani kul dedim, kulmaysanmi? Iltimos. Bizni kechiring, oldingizda aybdormiz. Ko'ryapsiz-ku, o'g'lim imtihondan yaxshi baholar olibdi. Endi muhandislik bo'lishi mumkin. Ota uchun shundan katta baxt bormi? Lekin kechir, unga shirinlik ber, bo'la qol. Kechir. Iltimos. Kechir. Bunday qilmang. Uzr. Kulaver. Ganya, Mauriyani yerini olmaymiz. Lekin bizga kerak. Boshqa yerni beraman. Rahul, uni yerida suv bor. Boshqa yerni beraman dedim. Suvni oldida. Qayoqqa ketyapsan? Ketyapman. Sen bilan boraman. Men yosh bola emasman. Tushunarlimi? Ortimda ergashib yurishing shart emas. Meni hech kim ta'qib qilmaydi. Datog'a, Rahul keldi. Otajon, gaplashib olishimiz kerak. Gapir. Otajon, siz bo'lmasangiz olam qorong'u. Sizsiz bo'lmayapti. O'zing shuni xohlading. Nimalar deyapsiz, otajon? Uyimga ko'chib o'ting dedim-ku. Uyingdan murdani isi keladi. Seni o'ldirganlarni. Salviylik qotilligidan keyin o'ylanish imkoniyatiga ega eding, lekin sarmast bo'lding. Puldan, hukmronlikdan sarmast bo'lding. Shunaqa o'g'lim. Otajon, hammasini tashlasam, qaytasizmi? Yo'q. Politsiyaga taslim bo'l. Qamoqdan chiqqaningdan keyin uyimizda bag'rimni ochib kutib olamiz. Tushunyapsanmi? Buni imkoni yo'qligini bilasiz-ku. Va'da beraman dada. Hammasini tashlayman. Siyosatchi bo'lmoqchiman. Partiya a'zolikni taklif qildi. Saylovda yutaman. Oyim bilan kulishingizni ko'rmoqchiman. Xuddi oldingidek. Uyimga ko'chib o'ting. Yolg'iz qoldim, otajon. Juda yolg'iz. Iltimos. Menga bir bor jilmaying, otajon. Vaziyatimiz bizni ranjitmadi. Seni harakatlaring qayg'uga solyapti. Gunohlaringni yuvganingdan keyin kelmayman. Endi ovqatlanib olay.
Hali ko'p ishlashim kerak. Mana Rahul sohib, mana. Rahul. Meni hisobimdan pulini olmayman. Sen uchun yangilik bor. Kelavering. Keyingi haftada turmushga chiqyapman. Unga 6 oydan keyin farzandimizga ism qo'yamiz. Imkoni bo'lsa uyimizga kel. Seni kutamiz. U kela olmaydi. Yaroqlilik muddati tugagan. Manda ko'rinishing ajoyib. Sari yarashibdi. Juda ham yarashibdi. Agar tirik bo'lsam, albatta kelaman. Yaratganga shukrlar bo'lsin. Ibodatxonaga ketdik. Yaxshi sohib. Bu kulfat nega shunday paytda telefon qilyapti, ha? Bilasanmi Rajvir, bugun politsiyani ishini bajarish uchun qo'ng'iroq qildim. Rahmat, shunday qiling. Shunchaki tomoshani kuzatsang bo'ldi. Biz kuzatamiz. Rahul bilan Ganiyani guruhini yo'q qilamiz. Shunday qiling. To'xtatmang. To'xtatmaymiz. Faqat zavq oling. Albatta. Sohib, hech nima qilmaymizmi? Ular ishni bajaramiz deb o'ylashadi. Lekin buni ma'budlar Rost aytingiz. Ketdik. Yuring sohib. Sayohatim qayerdan boshlangan? Bozorning hovlisidan. Bilasanmi, aynan shu yerda yurakdan ayrildim. Choy do'konimi? Choy do'koni emas, sohibasi. U go'zal emasmi? Manda idishni qaytargani keldim. Xotira sifatida o'zimda qoldirgan edim. Biroq sensiz xotiram yo'q. Og'a, axir hech kim yo'q. U turmushga chiqdi. Men bilan yur. Qayoqqa? Ko'p savol berma, shunchaki yur. Nima qilyapsiz? Bu kimning uyi? Rahul, bu yerda nima qilyapsan? Bu meni bolammi? Yo'q. Bu meni bolammi? Yo'q. U meniki. Bo'pti. Manda yaqinlarim mendan yuz o'girishdi. Oldin oyim, keyin dadam. Endi esa sen tashlab ketding. Iltimos meni kechir, Manda. Meni kechir. Katta xatoga yo'l qo'ydim. Og'a, ketdikmi? Ibodatxonaga borishimiz kerak. Ganiyaga qo'ng'iroq qil.
Rahul! Ganya men bormayman. Bo'pti, uyga qayt. O'sha yerda ko'rishamiz. U kim edi? Bu Rahul. U kelmaydi. Uyga ketdi. Ha, bo'pti. Rahul kelmaydi. U uyda. Nega endi? Borib uyida o'ldiring. Boringlar. Ishni tugatdi. Axir aytgandi. Sardor aqlidan ayrilganda hamma o'lardek. Ko'rdingmi Rajvir, shaharni loydan tozaladik. Lekin hali to'liq emas. Nima demoqchisan? Ketdikmi? Bugun emas, sohib. Menga bir kun bering. Oldin Ganyani so'nggi yo'lga kuzatay. Petya bilan Dayani yo'q qilaman. Shunda meni ossang ham bo'ladi. Iltimos. Vaqtida kelmaganimda hozir murdangni tomosha qilib turgan bo'lardim. Omadim chopdi. Tirikman. Bo'la qol. Omadingni yana sinab ko'r. Shu yerda qol. Xo'p. Qayoqqa ketyapsan? Choy ichganim? Xohlaysan? Ha, menga ham ol. Ikkita choy qo'ying. Allo, Shu yerdamiz. ketdik. Ular kelishdi. Ketdik. Bo'l. Mana senga. Tezroq. Ortidan. Uni ushla. To'xta. Hey, axir bu, hey. Allo, Setxu. Ha, og'a. Muammoga yo'liqdim. Uydagi yigitlarga ayt. Ular bozorga borishsin. Xo'pmi? Tushundingmi? Xo'p, og'a. Mercedesga qara. O'zingni sotsang ham zararni qoplolmaysan. Voy, shunday. Pullaringni ko'z-ko'z qilma. Bu yer bizniki bo'lganini unutma, tushunarlimi? Yer uchun pul to'ladim. Qancha to'laganingni bilaman. Qiz Rahul, meni aybim bilan bo'ldi. Bas qil. O'nglanish imkoni bor edi. Yarimta nonimiz bo'ladi. Halol yo'l bilan topamiz. Bir kosa ovqat bo'ladi. Shirinliklari bilan. Va'da beraman. Qizing endi meniki. Quloq solinglar. U odamlardan yerni tortib olishi mumkin, lekin menga kuch ishlata olmaydi. Senga o'xshaganlarning ro'yxati bor. Ular ko'p yashamay qabrdan joy topadi. Uni ushlanglar. Endi u seni Oilang yuz o'girganda
begonalar yaqining bo'ladi. Oldin opangni nomusiga tegadi, keyin esa o'ldiradi. Hamma yo'qolsin. Ushlanglar uni. Yo'qolinglar. Ushlanglar. Rahul, Bo'l, topinglar. yugurdik. Bugunga shafqat qilmaymiz. Bo'ling. Eshitaman. Sohib, data patiliman. Bozordan bu yerda otishma bo'lyapti. Biror nima qiling, aks holda Rahulni o'ldirishadi. Ketyapman. U bu yoqda emas. Yaqin atrofga yashiringan. Ablaqni topinglar. Bu nimasi? Xo'sh, Dayapitya, o'yin tugadi. Ana u yerga o'tiring. Nega? Ganyan ishini tergov qilyapman. Bu ablah shu yerga yashiringan. Oldin uni o'ldiramiz, keyin qaytamiz. Bungacha politsiya nima qiladi? O'ynab turamizmi? Istaganingni qil. Ketdik. Qani tur, Bu ablaqlarni olib keting. Bora qol, tur. Yur dedim. Yur. Sen nima deysan? Sohib, taslim bo'lmoqchiman.
To'g'ri qaror. Og'a! Setxu nima qilyapsan? Bunga hojat qolmadi. Yo'q. Nega? Oyim o'lgandan keyin hammaning oldida o'ldiraman dedim. Ismim Siddhart. Siddhart Maruti Kambul. Senga tushdimi? To'g'ri qilding. Bu boshqa gap. Ko'pak o'ldi. Ey politsiyachilar, bizni olib ketinglar. Ertaga chiqamiz baribir. Chiqqanimizda Maharashtraga qirol bo'lamiz. Maharashtra seni mulkingga emas. Rahul, Otajon. Gapingizga quloq solmadim. Meni kechiring. Sohib, men boshqachaman. Tirik qolaman. Bu dunyoda hech kim abadiy emas. Plastmassadan boshqa. Otajon, bir martagina kuling. Jilmaysangiz-chi, otajon. gunohlaring yuvilgan kuni yana kula boshlayman. Senga aytgandim. Oxir oqibatda 6 ga 3 fut yer qoladi.